Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunli xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunli xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Echilish marosimi 16 may kuni Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'in zalida o'tkazilgan va 17 may kuni Janva Xalqaro axborot markazi sarayida davom qilgan 15-navbatlik Janva kishilik huquq va demokratiya oliy darajaliklar uchrashuv yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasi 2 kun davom qilgan mazkur yig'inning asosli muzokara temalarining biri bo'ldi. Yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Aysa, Qurultayning bayonotchisi, Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Qurultayning Gollandiya vakili Jasur Lager Shaydimiz Qalbinur Sidiq, Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvanay, muavin raisi Habibulla Izchi va Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining Janvada turishliq vakili Tursunjonlarni tarkib topgan hay'at ishtirok qilgan. Yig'inning 17 may kundagi umum bo'limida Dolqin Aysa va Qalbinur Sidiqlar orqa-orqadan so'zga chiqib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining va lager tuzumining bugun ham shiddat bilan davom qilayotganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, xalqaro jamoatchilikni Xitoyning bu xil vahshiylikni to'sib qilish va insoniyat qarshi jinoyat ishlayotgan Xitoy amaldorlarini javobgarlik tortish, shundaqla Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara halqon bostirish siyosatiga qarshi jiddiy harakatga o'tishga chaqirgan edi. Dunyoning har qaysi ellaridan kelgan diplomatlar, parlament a'zolari, hökumət məsullari, BDT xadimləri, yuqori dərəcəlik siyasi ərbablar, xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatlarının məsulları, tonulğan kişilik hüquq qəhrəmanları və jurnalistlardan olub neçə yüzləyən kişi qatnaşqan məzkur yığın jarayonida Dolqin Aysa başçılığındakı qurultay heyəti, Kanadaning BDTdagi baş elchisi Leslie Norton xanım, Kanada parlamenti tashqi ishlar ijroiya komiteti raisi Ali Ehsasi, Germaniyaning Frankfurt shahar boshlig'i Nargiz Iskandari Grunberg xanım qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'plagan yuqori darajalik arboblar va har qaysi ellardan kelgan har zotlar bilan keng doirada uchrashish elib berib, ular bilan Uyg'ur masalasi haqida suhbatlashish va o'zaro tajriba almashtirish imkoniyatiga erishdi. Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay heyəti Kanada bosh elchisi Leslie Norton xanım va Kanada parlament a'zosi Ali Ehsasi apandim bilan ko'rishganda, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan va 10 ming Uyg'urni Kanadaga yo'tkab yerlashtirish haqidagi qonun loyihasini birdek ovoz bilan ma'qullagan Kanada parlamentiga va parlament a'zolariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan takrar rahmat aytish bilan birga, BDTda Uyg'urlarning haq-huquqlarini qo'g'dash uchun izchil turda tirishchilik ko'rsatib kelgan bosh elchi Leslie Norton xonimga alohida minnatdorlik bildirdi. Janva kishilik huquq va demokratiya oliy darajaliklar uchrashuv yig'ini 2009 yildan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kuzatish tashkilotini o'rinlashtirishi va Dunyo Uyg'ur Qurultayi, Lantos fondi, Kishilik huquq fondi qatorliq 25 xalqaroliq tashkilotning o'rtaq sohibxonligida har yilda bir qatim o'tkazilib kelinmoqda. Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari va Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi ham insoniyat qarshi jinoyatlari dunyoga oshkorlangan 2017 yildan buyon Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qandoq to'sib qilish va xalqaro jamoatchilikni bu vaqtda qandoq safarbarlik elib kelish masalasi bo'lsa, Janva kishilik huquq va demokratiya oliy darajaliklar uchrashuv yig'inining asosli kun tartiblarining biri bo'lib kelmoqda. Yig'in oxirlashgan 17 may kuni Janva Xalqaro axborot markazi sarayidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqin Aysa apandim bu haqda qisqacha ma'lumot berib mundaq dedi. 15-kesimizga buningda her yili bir Uyg'ur faoliyatchi kelib bu yig'inda Sharq Turkistonda bo'layotgan masalalarni o'tadi. Bu yil buningda Uyg'urlar vakolatan 2 kishi so'z olamiz. Men bugun 3 kun burun bizning komissiya Qalbinur söz qildi. Bugun men söz qilaman. Shunda qilib bu forumda dunyoning har qaysi davlatlaridan kelgan diplomatlar, parlament a'zolari, davlat arboblari, aktivistlar ve hozirgacha oilalari Xitoy turmalarida va yoki dunyoning har qaysi joylarida bizlarga o'xshash turmalarda urug' tuqqanlari azob chekayotgan insonlarning sarguzashtlari bayon qilish orqali qanday qilib diktator rejimga qarshi birlikte harakat qila olamiz, qanday qilib kuchni birlashtirib diktatorga qarshi kurash qilib demokratiyani ishga oshira olamiz, qanday insonlarning asosiy haq-huquqlari, erkinligi, demokratiyasi uchun birlikte kurash qila olamiz degan masala muzokara qilindi. Bugün bu munosabatdan bu yerda Gollandiyadan, Shvetsariyadan, Germaniyadan kelgan Dunyo Qurultayining rahbarlari, Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining rahbarlari ve komşaylar bo'lib, bu yig'inda nurg'unlagan dunyoning har qaysiga kelgan qimmatli aktivistlar bilan, davlatlar bilan ko'rishish va bularga o'zimizning
meselelerimizni, Uyghur qirg'inchiligini anglatish fursatlarimiz bo'ldi. Xitoy O'rta Osiyo davlat boshliqlari uchrashuvi 18 may kuni Xitoyning Xi'an shahrida boshlangan. Bu Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston qatorliq O'rta Osiyodagi bu 5 davlat rahbarini tunji qitim maxsus Xitoyda kutib olish bo'lib hisoblanadi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasi orqali O'rta Osiyo davlatlarida iqtisodiy kengaymichilik qilayotganligi va ularga qarz to'zoqlar qurganligi xilidan beri diqqat qilinayotgan masalalardan biri edi. Ammo O'rta Osiyo davlat boshliqlari yana Xitoy bilan hamkorlashish yo'lga mangmoqda. Reuters agentligining xabarida aytilishicha, Xitoy O'rta Osiyo davlat boshliqlari uchrashuvi rasmiy boshlanishdan bir kun burun, ya'ni 17 may kuni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan Xitoy raisi Xi Jinping suhbatlashgan. Suhbatda Xi Jinping mayli avvatlik davrida bo'lsin yoki mushkulot mezgilida bo'lsin, biz Qozog'iston bilan bo'lgan munosabatimizni davomli cho'nqurlashtirishni xohlaymiz degan. To'qayev bo'lsa, buningga javoban Qozog'iston izchil turda o'zlarining yezigilik mahsulotlarini Xitoyga eksport qilishni kengaytirish orzusida degan. Xabarda aytilishicha, Xitoy bilan O'rta Osiyodagi 5 jumhuriyatning 2022 yildagi umum savdo miqdori 70 milliard Amerika dollaridan oshgan. Janubiy Xitoy atganlik gazetining bu vaqtdagi obzorda aytilishicha, bu qatim Xi'an yig'ini O'rta Osiyo jumhuriyatlari bilan Xitoyning joni-jon manfaatlariga berib taqishidi ekan. Xitoy hukumati uchun O'rta Osiyo rayoni bekmi zarur bo'lgan neft, tabiiy gaz qatorliq energiya bilan ta'minot kuchi sifatida zo'r qimmatga ega bo'lsa, O'rta Osiyo jumhuriyatlarining nazarida Xitoy bozori ularning iqtisodiy taraqqiyot uchun ochqishli rol o'ynaydi ekan. Yana kelib Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishidan keyin o'tirg'i chiqqan g'arb dunyosining iqtisodiy jazo choralari paydo qilgan iqtisodiy jihatdagi bo'shliqni Xitoy tezdan bir balvoq bir yo'l qurilishini kengaytirish orqali to'ldirishga boshlagan. Texmi muhimi Sharq Turkistondagi vaziyatning cho'ng jihatdagi kontrolligini saqlashda O'rta Osiyo bilan Xitoy o'rtasidagi qo'yiq munosabat bekmi muhim ahamiyatga ega ekan. Bu ahvol Sharq Turkistondagi zo'r bostirishda minglagan qozoq va qirg'izlarning lagerlarga qamalishidan keyin Xi Jinping ko'p qatim xalqaro munbarlarda bizda yiroqdagi tuqqandan yaqinlik qo'shni yaxshi degan so'z bor. O'rta Osiyodagi 5 jumhuriyat davlatimiz bilan taqdirdosh bo'lgan yaxshi qo'shnilardir degan so'zlarning haqiqiy ma'nosini oshkorlab berdi deb qaralayotganligi ma'lum. Reuters agentligining xabarida aytilishicha, yig'in o'rni uchun Xi'an shahrining talinishi qadimgi zamondagi O'rta Osiyodan o'tadigan Ipak yo'lining simvollik rolini ta'kidlash ekan. Türkiye'de 5. ayının 14. gündeki prezident sayılımı bilen birlikte ötküzülgen parlament sayılımında Uyghur meselesini izchil turda qo'llab kelgan bir qism partiyalarning xili ko'plagan nomzodlarining parlament a'zosi bo'lib saylanishi Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarni alayda mamnun qildi. Bu qatimqi saylamda Turkiya parlamentiga kirish salohiyatiga erishgan parlament a'zolarining soni 600 nafar bo'ldi. Buning ichida hozir hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi 268 o'ringa, Millatchi harakat partiyasi 51 o'ringa, Cumhuriyet Xalq partiyasi 167 o'ringa, İyi partiyasi 44 o'ringa, Yeşil Sol partiyasi 62 o'ringa erishdi. Bu qitim Turkiyada o'tkazilgan parlament a'zolari saylami asosan ikki cho'ng ittifoq o'rtasida bo'lgan bo'lib, biri hozir hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi va uni qo'llayotgan 4 partiyadan tarkib topgan Cumhuriyet ittifoqi deb atalgan guruhidir. Yana biri o'qitish partiyalardan Cumhuriyet Xalq partiyasi, İyi partiyasi, Kelajak partiyasi, Da'vo partiyasi, Adalet partiyasi va Saadet partiyasi qatorliqlardan tarkib topgan Millat ittifoqi nomidagi guruhidir. Mazkur partiyalardan İyi partiyasi, Kelajak partiyasi, Saadet partiyasi va Da'vo partiyasi qatorliqlar qurilgan kundan tortib Uyg'urlarni izchil holda qo'llab kelmoqda. İyi partiyasi Turkiya parlamentida Uyg'urlarni qo'llab irqiy qirg'inchilikni tekshirish guruhi qurish haqida qonun loyihalari sungan bo'lsa-mu, rad qilingan edi. 5. ayning 14 kuni elib berilgan saylamda Uyg'urlarning sodiq qo'llovchilaridan Selçuk Özdağ, İlyas Topsaqal, Buğra Qavuncu, Rıdvan Uz, Burcu Köksal, Qoray Aydın, Fatih Erbaqan, Şenol Suat, Lütfi Türkkan va Doğanbekin qatorliq ko'p sonli kishilar parlament a'zosi bo'lib saylandi. Dünya Uyghur qurultayining muavin raisi, Anqaradagi Hacettepe universitetining o'qituvchisi doktor Erkin Akram apandi bu vaqtda o'zining qarashlarini bildirib, bu qitimqi saylamda Turkiya parlamentiga kirgan 600 nafar parlament a'zosining ichida millatchi parlament a'zolarining xili ko'p salmoqni egallaydiganligini, Turkiyadagi Uyg'ur ommaviy tashkilotlari faol harakatga kelib, ularga Uyg'ur masalasini yaxshi anglashsa, keyingi navbatlik Turkiya parlamentida Uyg'urlarga foydali bo'lgan ba'zi qarorlarni chiqarg'ili va Turkiyadagi Uyg'urlarning ishlarini osonlashtirg'ili bo'lganligini ifoda qildi. Bu qitimqi parlament a'zolari saylami prezident saylami bilan birlikda o'tkazilgan bo'lib, saylamda hech bir nomzod umumiy ovozning 50% dan ko'proqqa erisha olmadi.
Şu sebepten 28 may günü qayta saylam ötküzülüp, prezident namzatlardan hazırkı prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen Cumhuriyet Halk Partiyasının reisi Kemal Kılıçdaroğlu qayta saylamga düşmekçi. 2013 yılı Şərq Türkistan'dan qaçıp çıkan Akif üç qeyrindaş Hindistan-Xitay chegarasidagi Ladakh yolda Hindistan saqçılarının qoluga tushib qalgan. 2014 yılı Hindistan soti ularni chegaradan pasportsiz o'tgan hamda pichoq esib olgan degan jinoyat bilan 1,5 yillik qamoq hukm qilgan edi. Yaqında bu qeyrindoshlarning texich Hindistan turmusida ekanligi aydın bo'lgan. Adil Planeta to'rining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, ayni vaqtda 20 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan Adil Abduxaliq ve Abdusalam isimli bu üç qeyrindaş saqçılarının qoluga tushib qalgandan keyin özlerining qaçıp chiqish sababining siyosiy zulm ekanligini bayon qilgan. Ularning advokatligini qilgan Muhammad Shafi Lassu bu vaqtda so'z qilib, bu üçeylerning Xitoy zulmi sababidan qaçıp chiqqan kishilar ekanligini men hukumat doiralariga va sotchilarga ko'p qatim aytdim. Shuning bilan birga ularni Xitoy qaytarmaslik hamda Hindiston makonlashtirishni talab qildim. Ammo buning hozirgacha hech qanday javob ala olmadim degan. Xabarda aytilishicha, bu üçeylar 2015-yili qamoq jazosini tamomlagan bo'lsa-mu, ommaviy xatarlik qonuni bo'yicha ularga har 6 oyda bir qatimdan qo'lga olish buyrug'i chiqarib kelmoqda ekan. Buning bilan ular izchil qamoqxonadan chiqarilmagan. Yaqında Hindistan doiralari ularni Xitoy qaytarayotganligini bildirgan. Bo'libmi Hindi millatchilikni targ'ib qilguvchi Narendra Modi 2014-yili bosh ministr bo'lgandan buyon islom vahimasi Hindistonni bosh ko'targan hamda musulmonlar jamoati ko'p qatim ziyonkashlik xarakterdagi hujumlarga uchragan. Hindistonning Haryana shahridagi qonun fanlari professori Suraj Girija Shankar Hindistonning xalqaro musofirlar ahdnomasiga imzo qo'ymaganligini, shunga bu Uyg'ur yoshlariga Hindistonda siyosiy panohlik berilmaydiganligini ta'kidlab, Hindiston hukumati bu yoshlarni Birleşken Devletler Teşkilatı musofirlar kengashiga yo'llab berishi kerak. Agar ular Xitoy qaytarilsa, ularning hayoti xavf yetadi degan. Ilgirki vaqtlarda O'rta Osiyo va Sharqiy Janubiy Osiyo rayonlaridan Xitoy qaytarib berilgan Uyg'ur musofirlari ko'pincha vaqtlarda izdereksiz g'oyib qilib o'tilgan bo'lib, navbatdagi bu yoshlarning oshxil taqdirga mahkum bo'lish ehtimolligi har soha kishilarini andishiga selayotganligi ma'lum. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.